Obunachilar, hurmatli aka-ukalar, bugun mana Loyishdan kelgan akamizga 2001-yilda ishlab chiqarilgan Damas birimizni 40 million so'mga baholab akamiz bilan barter qildik. Akamizni 2014-yil Matizlarini $3300 ga baholab oldik. To'g'rimi aka? Matizchani holatlari zo'r, generalni doverniy ham beryaptilar. Qiziqqanlar bo'lsa agar shu Matizchaga $3400 ga Matizchani sizlarga xaridorlarga sotamiz. Bu Damaschamiz 40 million so'mga baraka bo'ldi. Salomat bo'ling, yaxshi kunga mining. Xo'p, endi bitta Matizchani ko'rsa, obunachilarimiz ko'rsa, telefon qilib keladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, metan gaz o'rnatilgan, 13lik diska balonlar ham qo'yilgan Matizga. Akamiz generalni doverniy ham beraman, xohlasa oformit ham qilib beraman deyaptilar. Kelib ko'rib olaverasizlar, hurmatli aka-ukalar. Nasiya savdoga qiziqqanlar bo'lsa agar shu 2 oygacha bera olamiz, to'g'risini aytganda. 2 oygacha, 3 oygacha beramiz. Kelaverasizlar savdoga. Manzilimiz shu Samarqand shahar, Sagdiyana Yangiyo'lga. Yaxshi kunga mining. Salomat bo'ling. Jonibekka salom dengsiz. Jonibek ham ko'radi. Rossiyadagi obunachilarimiz.